Salom bolalar, sizlar bilan Dalasamova. Bugungi videomizda Team of 2025 ni obzorini qilib beraman. Sizlarga bular haqida ma'lumot beraman. Demak, videomiz boshlandi. Videoga like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang, chunki bundan qiziqarli videolar hali oldinda sizlarga yashil kartali futbolchilar haqidagi ma'lumotlarni berib borishni boshladim. Demak, do'stlar, bu yerda ko'rib turganlaringizdek Kylian Mbappe, Harry Kane, Yamal, Dembele, Pedri, Vitinha, Muhammad Salah, Mendes, Gabriel, Hakimi va Donnarumma kabi futbolchilar bor ekan. Demak, do'stlar, bu futbolchilarni qanday olaman? Yoki bu yerda nega Rafinha yo'q, Holland yo Bellinghamlar yo'q degan savollaringga ham javob berib boraman. Albatta, bu yerda futbolchilarning oddiy statistikasidan 1+ statistika qo'shilgan holatdagi ko'rinishi ekan. Chunki Kylian Mbappe 86 hozir, lekin bu yerda 87lik. Hamma futbolchilar shunday. Demak, bu yerga players bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ularning statistikalarini berar ekan. Hop do'stlar, mana bir boshdan Donnarummadan boshlasak, ajoyib Donnarumma ham. Donnarumma ajoyib ko'rinishda do'stlar. Hop, Ashraf Hakimidan ham 6 ta bemalol chiqsa bo'ladi 100. +7 ta ham chiqarishga harakat qilib ko'rsa bo'ladi agar omadli bo'lsa. Va Vitinha, bu ham ajoyib pas 92 ekan. Tezlanishlar 87, to'p nazorati 87, ajoyib. Harry Kane, bundan ham bemalol siz 6 ta 100 chiqarsangiz bo'ladi. Agar omadingiz kelsa 7-si ham chiqarasiz. Va Nuno Mendes 94 tezlik, 92 tezlanish. Ajoyib. Usmon Dembele yutish kerak bo'lgan barcha kubik sovrinlarning barchasini yutdi. Unda ham bemalol 6 ta chiqarsangiz bo'ladi. Va Muhammad Salahni har qanday kartasini olib qolishni maslahat bergan bo'lardim, chunki Talasida borgan sari tushib bormoqda. Boshqa klubga o'tib ketsa, bundan battar tushib ketishi ham mumkin. Shuning uchun uning qanday kartasini bo'lsa ham olib qolishingizni maslahat bergan bo'lardim. Muhammad Salah ajoyib ko'rinish, statistikalarni qarang. Lamine Yamal ajoyib, oltin to'pga ikkinchi da'vogar bo'lgan yosh talant. Ajoyib ko'rinishda. Va Gabriel, Saliba, Van Dijklarni ortda qoldirib, bu Team of 2025 da joy olibdi. Ajoyib. Pedri markazni yorib borayotgan hozirgi kundagi ajoyib yarim himoyachilardan eng zo'ri desa ham bo'laveradi. Va Kylian Mbappe eng zo'r hujumchi, 95 tezlik, 95 tezlanish, 95 shot. Bunaqasini menimcha hozirgacha ko'rmaganman. Eng zo'r hujumchilardan biri. Hop do'stlar, mana shunday yashil kartali futbolchilar shunday ko'rinishda bo'ladi. Do'stlar, mana bu yerda sizning futbolchilarni olish ehtimoli 9.3 deb qo'yibdi. Bu yerda sizning 15 ta agar omadingiz kelmasa 15 ta sariq karta futbolchidan keyin 16-chi albatta yashil kartali futbolchi bo'ladi deb qo'ygan. Albatta, bu yerda tarjima qilib olishingiz mumkin. ChatGPT yo boshqa Google tarmoqlar orqali. Do'stlar, mana bu yerda 170 bitta olmosga ekan menda. 4 ta olmos arzonroq ekan. Hop, bu yerdan olishingiz mumkin. Hop, agar sizda ham menga o'xshab tanga olmoslar kam bo'ladigan bo'lsa, tanga olmoslarini qanday qilib
yig'ishim mumkin degan savollarga mana bu yerda o'zingizni oddiy ligangizda ham barcha kuboklarni to'rttala kubokni yutib chiqsangiz, All-Star bilan o'ynab kubok yutsak, unda ham tanga olmoslar beradi. Albatta mana bu yerdagi stadioningizni full holokatga yetkazsangiz ko'proq beradi tangalarni ham. Albatta mana bu yerda asosan live matchlarni o'ynashingiz kerak hozir. Internet bo'lyapti, live matchlarni o'ynasangiz, albatta tierlarga o'tgan saringiz tanga olmoslarni ko'proq berib boradi. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz Team of 2005 yashil kartali futbolchilar haqida bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Albatta sizlarga eng qiziqarli, eng zo'r videolarni ulashib borayotgan talasimov uchun yaxshi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Rahmat. Sizlar bilan talasimov bo'ldi.